Malibu olib qo'yganman. Hozir motorini almashtiraman. Blok porshon yorib chiqqan. Xo'p, bunga yangi motor qo'yamiz. Yangi deganimiz bu yaxshi motor, zamina bo'lyapti. Holatda, ideal holatda, xudo xolasa. Motorni ichi. Hop, buni remont qilgandan foyda yo'q, chunki remont qiladigan bo'lsa, bundan qimmatga ketadi. Lutfi yaxshi, ishonchli odamlardan motor olib, ko'rgan yaxshi motor olib ko'ryapsiz. Bu ikkita sabablardan bo'ladi. Yomon benzindan, Tiptronikda ko'p qolib ketsa odam, bilmay Tiptronikda haydasa, g'ang'illab bosib yursa ham bir xillarda shunaqa portdan chiqadi. Motor holati, xudo xolasa, endi buni yig'ib olsangiz, bunga ikkita narsalari bunga yig'iladi. Chunki motor nafaqa holatda turadi, beskarovka. Holati shu. Hozir buni hamma narsalarni qo'yib, mashinaga joylashtirib, inshaalloh zavat qilib, hammasi yaxshi bo'lsa egasiga bersa bo'ldi. Gazi bor mashina, sal qiynalishi gazi borligi. Korobkalari ham joyida qovurasiz. Yana ehtiyot bo'linglar, yana tez yurishni ham hozir shunaqa rasxodlarga olib kelishi mumkin.